Assalomu alaykum aziz Burhan TV YouTube kanalimizning doimiy muxlislari. Yana biz sizlar bilan Oynajahon orqali ko'rishib turibmiz va bu g'oyibona ko'rishimiz ham sababi bor, chunki bizni ko'rsatuvimiz ayollarimiz, onalarimiz, opa-singillarimiz doim ularni o'sha nima deydi bir muqaddas va go'zal ajoyib bayramlar bo'lmish 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida bo'lib o'tmoqda va bejizga biz bugungi mehmonimiz shoiramiz Mohizoda Begimni mana shunday ajoyib bayram arafasidagi bo'lgan suhbatimizni sizning e'tiboringizga bermoqchi emasmiz bejizga, chunki haqiqatan ham ana shu bayram go'zal ayollarimiz go'zallik bayramini go'zali mana yonimda o'tirgan shoiramiz Mohizoda Begim. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haqiqatan qarangki, biz o'tgan gal suhbatimizdan juda ham to'lqinlangan, xursand bo'lgan, ta'sirlangan juda ham ko'pchilik muxlislar bo'ldi va sizni tanigan muxlislar ham, ulardan tashqari tanimagan muxlislar ham shunaqa darajada kommentariyalar, izohlar qoldirishdiki, haqiqatan juda bir tahsinga loyiq bo'ldi. Shu xususda to'xtaling muxlislaringiz haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga salom. Gapingizda jon bor, Burxonjon. Muxlislar endi juda ham olqishlab, hurmatga sazovor qilib, endi nima desam, chiroyli dono so'zlarni yozib, meni ko'klarga ko'tarib, kayfiyatimni ko'tarishdi va ilhomimga ilhom qo'shdi. Hattoki hammasiga rahmatim aytaman. Hattoki sizni shu darajada muxlislaringiz sizni yaxshi ko'rishar ekanki, hattoki o'sha borgan joylaringizni sizni kuzatib yurib, hattoki mana kirgan joyingiz, chiqqan joyingiz, qayerga bordingiz, nima qildingiz, kim bilan gaplashdingiz, hammasini kuzatib yurib, hattoki kommentariyalarda o'sha izohlardan qoldirishgan shu narsani. Bu haqda siz oldin bilganmisiz yo orqa oratda shunaqa bo'ldimi bu holatlar? To'g'ri. Ba'zi unaqa ko'rishib qolamiz. Keyin yana ijtimoiy tarmoqlarga kiraman, o'zim ham kuzataman, zavq olaman muxlislarimdan. Chunki ular ko'nglidagi, yuragidagi tub-tubida turgan gaplarni yozadi. Albatta. Samimiy hammasi. Hammasiga rahmat aytaman. Shular menga a'lo narsalarni yozishimga ko'mak ham beryapti samimiy bola. Ilhommi? Ha, yaxshi. Hammasiga samimiy dil izhorimni bahor bayrami bilan tabriklab, hojona, opaxonlar, opa-singillar hammasini kelayotgan 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Hammasi sog' salomat bo'lsin baxtimizga. Shu dildan yozilgan chiroyli go'zal tilaklar o'zlariga ham nasib etsin. Albatta, men fursatdan foydalanib, endi hozir muxlislarimiz haqida o'sha fikringizni bilmoqchi bo'ldim, chunki muxlislaringiz sizni hozir ayni shu kutib o'tirishdi. Siz ularga bildiradigan munosabatingizni va fursatdan foydalanib sizni ham ana shu ajoyib ona qizlarimiz, momolarimiz, opalarimiz, singillarimizni go'zal bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan o'zimning nomimdan, hozir jamoam nomidan ham Burhan TV YouTube telekanali jamoasi nomidan va Instagramdagi bir necha yuzlab Burxon Sharof kanalimdagi, profilimdagi, Telegramdagi juda ham ko'p sonli muxlislaringiz nomidan va bizning jamoamiz nomidan sizga sihat, salomatlik, go'zallik, har doimgi sizni go'zallik bu sizni nima deydi, masalan, insonning soyasi birga yursa, sizga go'zallik sizni yoningizda yuradi. Shu darajada ko'pchilik bu narsa bilishadi ham. Haqiqatan juda bir samimiy, iboli ayolsiz. Bayramlaringiz bilan. Ilohim, rahmat, tashakkurlar hammanglarga. Sog' bo'linglar. Qadrli tomoshabinlar, demak, bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Kuni kecha Mohizoda Begim juda bir ajoyib tadbir o'tkazdilar. Biz ko'pchilik yaqinlari birgalikda mana shu tadbirda qatnashdik. Malika bo'lgim kelur deb nomlangan tadbirning nomi va kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu hodisa bilan ham sizni tabriklayman. Rahmat. To'xtalasiz bu haqda ham. Endi o'lkamizga bahor fasli kirib keldi, kelinchak bahor. Endi bahorda ayollar bilasiz o'zgacha yasanadi, o'ziga oro beradi, chiroyli bo'lishga harakat qiladi. Shuning uchun yurtimizdagi mana barcha ayollarni malika bo'lishini istab qolaman.
o'zlari har biri malika o'zi aslida olganda. Shunga shu tadbirni ularni yana ham ruhlantirib, ularga yaxshi chiroyli dalda berib, shularni go'zallik timsoliga chaqirish uchun bo'ldi bu tadbir. Bilasizmi, men bir qisqacha o'sha bir moziyga bir sayr qilmoqchiman. Misol uchun bizni o'sha haqiqatan ham siz bugungi kunimiz malikasiz, lekin oldingi zamonimizda o'sha tarixiy malikalarimiz, Sarobul xonim, Zebu nisolar, misol uchun o'sha Mohim, Tumaris, bilasizmi, bular haqiqatan zamonani u zamonasini malikalari bo'lgan. Siz esa bugungi kunimiz malikasiz. Shu xususda ham to'xtaling, chunki men bu bekorga bejizga eslamadim. Haqiqatan ko'pchilik sizdan, siz ko'pchilikka namuna, o'rnak bo'ladigan bir malikalar sifatida o'zingizni doim shunaqa yaxshi tutasiz, doim yordamga qo'lingizni cho'zasiz, doim yon atrofdagilaringizga o'sha ayollar bo'ladimi, o'sha do'stlaringiz bo'ladimi, ustoz san'atkorlar bo'ladimi, qachon qarasa shu borgan joyingizdan nimadir olib kelib, ularga hammasiga shu albatta nimadir ulashasiz. Qanaqadir esdalik sovg'alari, juda bir xotamtoy ayolsizda. Ana shu malikalar bilan sizni taqqoslaganimga ham bir munosabat bildiring. Endi tarixdan ajdodlarimizda malikalarni qoni bor-da baribir hammamizda. Albatta, albatta. Shuning uchun ularga qiyoslab o'zimizni oilaviy uy tutumlarimizda, farzand tarbiyasida va erni yonida qanday maslahat qilishda va bu hayotimizni odimlab borishiga bu tarixdagi malika ayollarimiz samarasi juda ham foydasi katta bo'lgan. Qiziqaman ularga, o'qiyman kitoblarni. Yana o'zimni xarakterimda mujassam bo'lgan ko'p malikalik nima deydi, shu nimalar topaman-da o'zimga. O'zingizni bir qanaqadir o'sha moziyda o'sha yashab o'tgan, tarixda yashab o'tgan ajdodlarimiz. O'shalarga xos bir nimangiz bor-da, sizga shijoat bor, g'ayrat bor, yurish turishingizda, keyin o'sha suhbatlaringizda, ko'pchilik bilan gaplashganingizda sizni o'sha bir to'g'ri ma'noda aytganda haqiqatan o'sha malikalardek, o'sha zodagon ayollarimizdek, singillarimizdek o'zingiz tutishingizda shu narsalar ko'p namoyon bo'ladi-da. To'g'ri. Buning tashqarida ko'p seziladi. Tashqarida mana sizni ko'rib turgan muxlislaringiz, do'stlaringiz, yaqinlaringiz mana ko'rib turishibdi. Hozir endi oldingi suhbatlarimizdan bu 3-suhbatimiz bo'ladi. Haqiqatan ham sizga nisbatan juda ham ko'p iliq so'zlar, hech qanaqa bir nima deydi, o'qisangiz biror bir ko'li bari dilingiz yorishadi bu izohlarda, kommentariyalarda. O'z navbatida sizlarga rahmat demoqchiman, qadrli ayol qizlarimiz. Haqiqatan o'z o'rnida gapirilgan gaplar, so'zlar, izohlar, tilaklar, istaklar, qalb dan jo'shib, yurak bilan qo'shilgan yozuv o'sha kommentariyalarda o'z-o'zidan yozilmagan bular. Keyin sizcha ko'proq misol uchun Zebu Ziynatga mana ayol qizlarimiz hozir teleekranlarda ko'p chiqishadi. Bular bo'lmas narsalarni taqib chiqaverishadi, yarashsa yarashmasa. Sizni bir o'zingizga xos bir uslubingiz bor-da. Zebu Ziynatga xos sizni munosabatingiz, mana singillarimiz, opalarimiz turmush tarzida qo'llaydigan shu bir ko'rinishda, o'zini tutishda, shular xususida ham bir namunali bir fikrlar aytsangiz. Endi zamonaviy ayollar endi hammasini o'zini ichidan chiqqan istagi bo'ladi. Ma'lum muddatlarda o'zlarining yoshlariga qarab bularning fikrlari o'zgara boshlaydi. Chunki bu meni o'zim ham boshimdan o'tgan. Kiyinish, taqinchoq, endi ana qiz uzatayotganda beramiz u taqinchoqlar. Xoh tilla bo'lsin, xoh anaqa qimmatbaho buyum. Bu narsalar qizlarga aslida kerak. Chunki bu zebu ziynat ota-onadan qo'r bo'lib qoladi qizlarga. Yillar mobaynida ular ham o'zlari mana turmushga uzatiladi va bolali bo'ladi, qiz farzand ko'radi. Bularga avloddan avlodga meros bo'lib qolaveradi bu taqinchoqlar. Shuning uchun ayollarga, qizlarga, ayol qizlarimizga taqinchoqlar juda yarashadi.
Endi taqinchoqlarim bor, albatta. Ular meni istab topib keladi o'zi deyman. To'g'ri. Lekin o'sha tashqi sizni ichki go'zalligingiz ham kitoblarda yozgan she'rlaringizda shunda ufurib turadi. Nafaqat ichki, balki o'sha tashqi ko'rinishingizda ham bu narsa ifodalanadi. Ko'cha-kuyda ham, oddiy yurganda ham bir boshqacha boshqalardan ajralib turadigan xususiyatlari bor-da, qadrli tomoshabinlar. Hozir bo'lgan bir voqeani gapirib bermoqchiman sizlarga. Mahfuzoda begim bilan suratga olish jarayonida tayyorgarlik ko'rib turganimizda men o'zi ko'p eshitganman, ko'p xonandalarimiz bularning she'rlarini qo'shiq qilib kuylashga bularga chiqib, iltimos shu she'ringizni bering, shu she'ringizni kuylang, shu she'ringizni umr boqiy qilib qo'shiq qilib ijro qiling deb gapirgan va shularning orasida mana hozir o'zlarining kitoblarini O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovichga mana hozir kitoblarni taqdim qildilar va ayni mana shu kitobingizdan o'ylaymanki, ularga xos she'rlarni bir tanlab ajab emas, bir umrboqiy qo'shiq paydo bo'lsa. Ozodbek yoshligimdan yaqin ukam, Andijonlimiz-ku. Ozodbek ilk bora qo'shig'i bo'lardi, Mohitobonim degan. Shu qo'shig'ni yaxshi ko'rib, vaqtlarda hozirgi Yotrika bo'lardi, Zo'r kanalda. Yoshlar teleradiokompaniyasi kompaniyasi Andijonda. Andijon Yoshlar teleradiokompaniyasi. Shularga borardik. Yotrika. Ana suxandon qizlar bilan intervyular olardik. Keyin Ozodbek Toshkentga ijodga ketdilar. Biz oldimizda. Shunda aytganman. Yoqtirasiz shu Ozodbekni desa, aytardimki, bu bola ana sokin edi, u Mohitobonim, anaqa osuda sokin aytilgan qo'shiq edi. Aytganman shu, endi bu so'zni aytsam bo'ladimi yo'qmi? Shu bu Ozodbek yulduz bo'ladi, zvezda, u vaqtda zvezda bo'ladi degan ekanman. Mana Allohdan. Farishtalar amin deganda. Shunga endi hozir Ozodbekni yana bir necha qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Ana atrofingda men sarson, ayollarga bag'ishlangan. Keyin yana bittasi chiroylisan hammadan. Qarang, ayollarni qanaqa e'zozlaydi Ozodbek. Keyin yana Mohitobonim bor. Birgina hali Atirgulim qo'shig'i o'lmas qo'shiqlarga aylandi. Ozodbekda juda ham san'atini hurmat qilaman, qo'shiqlari ko'p, lekin bu qo'shiqlarning sarasini ichida shu 4 ta qo'shiq yuragimda mangu qoladi. Men kabi ayollarning ham yuragida qolgan. Biz qatta gap-gashdek o'tirishlarga borsak, albatta shu qo'shiqlar yangilaydi, shularga raqsga tushib, chiroyli bo'lib boraveramiz va yana bitta so'zni aytaman. 2010-yilda Ozodbek bilan shunaqa yonma-yon o'tirib gaplashganimizda Mahfuzoda opa she'rlarda nima qilsak, qo'shiq qilsak dedi. Men aytdim, meni qo'shiqlarim sal ko'proq satrda yoziladi, bilasizku. Uzun. Dardli ham bo'lib qoladi. Boshqa endi uni ko'pligi ham ko'p. Ha, endi u aytlarda aytmanki, qisqa bo'lish kerak sizni qo'shiqlaringizga. Tusharmikin meni she'rlarim, mayli deganman, lekin o'ylab endi vaqtlar o'tib, yana o'zimizni fikrlar almashib boryapti-da, bu she'rlarni ham qisqartirib, u yerini to'g'rilab aytsa bo'lar ekan. Aynan ana shu kitobingizda shunaqa jarayonlar bor va o'ylaymanki, haqiqatan o'sha hozirgi bor siz aytgan repertuardagi qo'shiqlardan yana sizni she'rlaringizga bastalangan kuy qo'shiqlar menimcha repertuardan o'rin oladi va sizni qo'shiqlaringiz ham shunaqa yangraydi. Ilohim. Nima bo'lganda ham xalqqa yetib qolsa bo'ldi-da. Ilohim. Farishtalar amin deydi har bir gapga. Endi keling, mana hozir yoningizda qani bular haqida ham gapiring, qo'lingizga olib kitoblarni bir gapirib bersangiz. Ha, ana shu shakldagi kitob menga yoqib qoldi. Ko'rinishi, varolari ham aynan bugunga tayyor bo'ladiganida xabaringiz bo'lsa. Demak, bugungi endi tayyor bo'ladigan kitobingiz shunaqa razmerda. Shakli shunday bo'ladi. Endi bu kitobda aynan yana 200 varog'i tayyor bo'ldi-da, 80 varaq yetmay qoldi. Yana kamchiliklarni to'ldiramizda, bilasiz, 4 ta kitobim Toshkentdan chiqqan, bittasi Andijondan. Endi bu Namangan nashriyoti yoqib qolgan deb aytganman. Shu shaklda kitob tayyor bo'lyapti. Namangan bilan hozir muloqotda turibmiz. Xudo xolasa bo'ladi. Endi kitoblar o'tar dunyo yozilgan, meni tanitgan kitobim. Hozirgina Mohizatnomani sovg'a qilingan kitob. Endi kitoblar bibliotekam kattay bo'lyapti. Mana bu O'zbekiston tarixini kechagina xalqimizni hurmatli
nima deydi? Ijodkori. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Haqqati Yodgor Sa'diyev menga shu kitobni kecha sovg'a qildilar. Xudo xolisa buni Mohiy Ramazonda o'qib tugataman va yana ham ongim ochib, tafakkurim kengayib, Xudo xolisa yana bir nimalar topaman bu kitobdan ham xalqqa taqdim qilishga so'zlar bor. Turtki bo'ladigan ko'p Ilohim Xudo xolisa. Qo'shiqlarni, she'rlarni mana shuni xulosasi O'zbekistonimiz tarixi. Albatta. Hozirga chiqadigan kitobingiz bor-ku, o'sha hozirgi Hayot ko'rsatdingiz. haqiqatlari. Nomi Hayot haqiqatlari. Unda qisqacha shu haqda ham to'xtaling. Endi bu dunyo katta dunyo. Uni qanday ranglarda ko'rish o'zimizga bog'liq. Ana o'zimiz sekin-sekin rasmlarni chizib boraveramiz ekan. Turfa xil ranglardagi hayotimiz, kunlarimiz bir-biridan chiroyli o'tyapti. Menga shunday tuyulyapti. Borgan sari o'zimni qadrimni sezyapman va o'zimni yaxshi ko'rib boryapman. Shunda kelib qolgan fikrlarni yozib qo'yaman-da, shularning yig'indisidan chiqayotgan kitob bu. Hayot haqiqatlari. O'ylaymanki, bizga, xalqimizga manzur bo'ladi deb o'ylayman. Nimadir ular ham oladi, axir bir-birimizdan olib, o'rganib yashaymiz bu hayotda. To'g'rimi namunani? Endi shu dildan chiqqan noyob xazina so'zlarim shu kitobda yozilib boryapti. Yaxshi. Juda ham yaxshi fikr. May oyida Xudo xolasa buni qilamiz. yana 4-suhbatimiz bo'lar ekan. Ishqilib siz suhbatimizda ko'p bo'laversin. Nimagaki bular kitob yozib tugataveradilar. Biz yana suhbat qilamiz. Kitob taqdimoti qiladilar. Biz chaqirib yana suhbat qilamiz. Kitoblaringiz ko'p bo'lsin, taqdimotlaringiz ko'p bo'lsin va muxlislaringiz kitoblaringiz bilan shu uydagi kitob javoblari to'lib ketsin sizning kitoblaringizda. Ilohim mana farishtalar amin deydi. Men endi keyingi suhbatimizga endi suhbatimizda jarayon yoki o'sha biror bir mavzu qolsin deyman-da. Hozir mana shu bizni tomosha qilib turgan mana bugun mana bahor fasli. Ayol qizlarimizga, onalarimizga, opa, singil, hojonalarimizga sizni tilaklaringiz. Ayol qizlarga tilaklarim doimo gullab, yashnab, chamaniga ozor tegmasdan chiroyli bo'lishga harakat qilsin, intilsin. O'zi har bitta ayol go'zal o'zi. Faqat ularga ozgincha mehr, e'tibor, hurmat kerak. Shu birgina ularga berilgan sovg'a salom bilan ham ularni shirin so'z bilan ham sotsa bo'ladi ularni. Chunki ayolimizda baribir nimadir kutamiz. Yana shu jahonda bir shunaqa ibora bor. Sen o'sha ayolga yoki o'zing ayolingga, umuman ayol zotiga sen mayli bir qimmat bir narsalar, bebaho narsa sovg'a qilmagin deydi. Sen unga faqat e'tibor bergin deydi. E'tiborni o'zi o'sha qimmatbaho sovg'alardan ko'ra ancha yuqori va ancha yuki ham bor-da. Albatta. Mana endi hozir san'atkorlarimiz ham ayollarga bag'ishlab kuylayapti. Mana tadbirlarimizda ham mana xonandalar, sozandalar hammasi harakat qilib tadbirlarimizga o'z ulushlarini qo'shib bizni madh etyapti, ko'klarga ko'taryapti. Qanday yaxshi, naqadar yaxshi. Yana kuni kecha mana xalqimizning ardoqli san'atkori Yulduzxon Usmonovani konsertida mana ayollar bilasiz har yili an'anaga aylangan o'rtog'imi konserti, ayollar kelyapti onaxoniga, taklifnoma olib beryapti, bilet olib beryapti ayoliga, qizlariga. Quvondim to'g'risi. U yerdagi u konsertning zamiridagi mehnatni endi qo'yavering. Yulduzni ham juda ham mashaqqatli kasbi. Uni o'ylab ko'rdimda kuni kecha. Shu o'zingizda his ko'rdingizmi? Ishtirokda birga qatnashib ko'rdimki, endi ana kadrlarda ko'ramiz. Yulduzda aytmagan so'zi qolmabdi. She'riy talqinda ham, janrda ham, so'zda ham aytilmagan. Andijondan kelaman, ko'proq Toshkentga kelaman, Toshkentdan Andijonga ketib turaman o safarlarimda. Borib kelguncha shu diskda Yulduzning qo'shiqlari tugamaydi. Ilohim uni ham tani joni sog' bo'lsin. Bir narsadan qattiq xafa bo'lsangiz, qayg'ursangiz yoki quvonsangiz, bu yulduz sizga dalda berib yoningizga ketayotganga o'xshaydi. Shuning uchun bu ayol qizlar nimadir istab boradi konsertga, nimadir oladi undan. Undagi bugungi bu safargi konsert juda chiroyli bo'ldi.
qo'shiqlar ham juda chiroyli, ma'noli bo'ldi. Hozir bilasizmi, mana shu bayram arafasida o'zingiz yoddan bilgan onalarimizga, ayollarimizga bag'ishlagan bir she'riy to'plamlaringizdan bir qism she'r tinglashimiz kerak. She'rlar buyurtma bo'lib turgan she'rlar ko'payib ketib qoldi. Takror va takror aytilmasin deyman-da, boshqa she'rlarimni ham yod olishga harakat qilyapman. O'sha takroriy bo'lsa ham ayollarimizga xos. Ayollarga endi ona, ayol, ana to'g'ri aytdingiz. Keyin malika bo'lgim kelurdi ham juda yoqdi. Qaysi birini hozir siz aytmoqchisiz? Onajonmi, onajon haqidami yoki malika bo'lgan? Endi onajonlar chiroyli. Bizni kuzatib turgan onaxonlar bu yil o'zi tug'ilgan kunimda ham juda ham ko'p yoshi ulug' onaxonlar keldi. 50 yoshni ham tepasi bor, dugonalarim kamroq bo'ldi, muxlislarim. Shu onaxonlar meni kuzatib, ijodimga e'tibor bergan onaxonlar, keyin sizni ham onangiz mana 80 yoshdan o'tdi, tabariy yoshdalar onaxonimiz. Umrjonlar uzoq bo'lsinlar. Amin. Onajonlarimizni endi ona armon bo'lmasin. O'zim ham onaman. Onalarni o'tganlari oxirati obod bo'lsin, qolganlari sog' salomat bo'lsin deyman. Onajonim, siz men uchun sirli mo'jiza, mangu xazon bilmas bog'im, nav bahorim siz. Sizdagi kuch qaydan kelar tushunmam sira, bu dunyoda talpinganim yo'q borim siz. Bir kun mendan hamma tonar, siz kechmaysiz. Daryo dilingizda oqqim keladi ona, hurmatingiz o'z joyiga qo'ya olmasam gar, betard yuragimni yoqqim keladi ona. Doimo sizga intiladi bu yarador yurak. Kechib bo'lmas saroblarda yurib keldim, oh, bu dunyoda men siz uchun yashashim kerak. Sizni bir dam unutmoqlik gunohdir, gunoh. Onajonim, siz men uchun sirli mo'jiza, mangu xazon bilmas bog'im, nav bahorim siz. Tasanno. Bu haqiqatan ham opa-singillarimizga, onalarimizga atalgan juda ajoyib she'r bo'ldi va ajoyib g'oyibona bo'lsa ham bu albatta sizlarga bir sovg'a sifatida, bayram sovg'a sifatida o'qib eshittirdilar. Bundan keyin ham shunaqa muxlislarni, xalqimizni xizmatidan charchamang. Yaxshi kitoblarni yozavering, taqdimot qilavering, biz sizni chaqiraveraylik, siz bizga she'r o'qib beravering va bundan keyingi ijodiy hayotingizda, ijodiy ishlaringizda jamoamiz nomidan, Burxon TV va o'zim Burxon Sharof nomidan jamoangizga alohida rahmat yigitlar va shaxsan sizga Burxonjon meni muxlislar bilan yaqin qilishda va xalqqa tanitishda juda ham beqiyos mehnatlaringiz bor. Ilohim turmush o'rtog'ingiz Dilfuzaxon bilan va ikki qizingiz, kuyov, farzand, nevaralaringiz bilan sog' bo'ling, oila qarindoshlaringiz bilan aytamanki, yurak ufurib tursin-da. Insonda shunday chiroyli, go'zal hayotda yashayapmiz. Bir kunlarni chiroyli o'tkazyapmiz hammamiz. Rahmat. Shu mehnat qilib, uyim joyim deb ko'proq bugun siz bilan maslahat qilganimizda qiz ayollar bilan nima mavzu bo'ladi. Mana ikkita muharrir qizlarimiz ham xursand bo'lib qolishdi. Qizlar, sizlarga katta rahmat, samimiy tilaklar uchun. Xizmatlarini hech ayashmaydi. Turganinglar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Tasvirchilarimiz mana uydagi ota-onalarga, onalariga, opa-singillariga, tasvirchilarga hammasiga katta rahmat. Bular qunt bilan bizni tinglab, bizni xalqqa chiroyli qilib olib chiqishda bularning mehnatlari endi juda beqiyos. Sizlarni oilangizda umringlarda oxirigacha go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib, malika bo'lib yurishinglar istab qolaman. Yurtimiz, elimiz, dunyoyimiz tinch bo'lsin, bayramlar ko'p bo'lsin. Rahmat hammaga. Kirib kelayotgan barchalarni Navro'z ayyomi bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Demak, bizni kuzatishda davom eting va izoh, layklaringizni qo'ying. O'zi har doim shunaqa o'rganib qolibdi-da odam. Layk qo'ying, kommentariy yozing deb. Va bizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bizga obuna bo'ling. Rahmat Mohzada begim, xush kelibsiz. Xursand bo'ldik. Rahmat. Sizlarga. Qani qizlarimiz qarshi chalib oringlar.